Ana kim sana berdi mundaq? Nikolas Kontovas, turkiy madaniyatning katta muxlisi. Har safar bu noyob xazinalarga tegar ekan, boshqacha hayajon bosadi. Alisher Navoiyning Saddi Iskandar bu Alisher Navoiy o'zlari hanuz hayotda bo'lganda ko'chirilgan bir nusxasi. Ya'ni u o'zlari ehtimol bunga tekkandir deb taxmin qilamiz. Ha. Oksford yuragida bizga eski o'zbek tilida satrlarni o'qib berish va madaniyatimizga yaqinroq bo'lishni istaganlarni xursand qilish bu nafaqat kilometrlar, balki yillarga teng yo'l bo'ldi. Sizga yaxshi kun tilayman. Oksfordga qoldirgan ko'p Hammasi mana shu yerda boshlangan edi. 3 yil oldin 2016-yilda tashkil etilgan Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida. Oksfordda ham shu kitobni o'qishadi. Da, Oksfordda hozir dastlabki bosqich sifatida Oksford universiteti bizga 2 yil oldin o'zi tashrif buyurganda, shunda kitoblarning bittasi bor edi, A1 bor edi. Ungacha mana biz 2-3 ta kitobni ham shakllantirdik. Mana bu yerda mana QR kodlarni ham ko'rishingiz mumkin. Men, mening, sen, sening. Endi qaratish kelishdi. Bu endi dastlabki bosqich bo'lganligi uchun Hammasi mana shu qochib chiqsa bo'ladi. bo'ladi. Har bir kitobda borda mana A1da faqat audio. A2larda videolari bor. Har bir kitobda o'ziga ancha muddat ketgan. Qalb bilan qilingan ish deyman, muhabbat bilan qilingan ish. Ya'ni nomiga faqatgina kitoblar sonini oshirish uchun ham qilinmagan. Har bir rasmlarni o'zi ham universitetimiz jamoasi rasmlari. Bu ham internetdan olingan rasmlar emasda. Eksklyuziv ekanda. Shunday. O'zakademiya platformasi. Dars o'tganda shunga qo'shimcha manba sifatida shu platformadan o'rganish mumkin. Har bir darajada 12 ta video joylashtirilgan. Assalomu alaykum. Hello. O'zbek tili darsimizga xush kelibsiz. An'analarimiz to'g'risida, san'atimiz to'g'risida, muzeylar to'g'risida, siyosat to'g'risida podkastlar joylashtiriladi. Demak, Ularni ham ishlatadi dars jarayonida. Da, bu ya'ni hozir ishlatishyaptimi? Ishlatishyapti. Ya'ni bir paytni o'zida 100 ta manbaga murojaat qilmaydi-da, bitta platformada hamma narsa bor. 2 yilcha oldin Oksforddan kelishganlarida qiziqish bildirib, bir necha onlayn tadbirlar ham o'tkazishdi. Keyin ma'lum bir vaqt sukunat bo'ldi. Saida Shavkatni bu jarayonga kirganliklari uchun bu jarayon qaytadan bir ikkinchi второй дыхание deymiz. Shunaqa bir ruhiyat bo'ldi va Oksforddagilarga ham Saida Shavkatni buni qo'llab-quvvatlaganlari uchun bu jarayon o'z-o'zidan bo'lib ketdi. O'zbekiston hozir ochiqligini ko'rsatyapti-da, haqiqatan ularning qiziqishi ham juda kuchli. O'sha kuni hamma hayajonda edi, chunki O'zbekiston prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning tashrifi hamma juda kutgan tarixiy damlarning boshlanishi degan edi. Endilikda Oksford universitetining Osiyo va Yaqin Sharq tadqiqotlari fakultetida o'zbek va eski o'zbek tillari o'rganiladi. Assalomu alaykum. I believe you're Nikolay Kontovas, right? Yes, I am. Assalomu alaykum. Inglizcha gaplashaylikmi? Mayli, o'zbekcha gaplashamiz. O'zbekcha gaplashamiz. Rasmiy qism boshlanishidan oldin yana bir hayajonli onlar kutar va ular ko'proq ramziy ma'noga ega edi. Mehmonga noyob, bebaho xazina namoyish etildi. Rahmat. Sizga rahmat kelganingiz uchun, tashrif buyurganingiz uchun. Assalomu alaykum. Kiringlar. Asrlar oshib buyuk olimlar, mutafakkirlar va rassomlar suhbatga kelgandek edi go'yo. Mirzo Ulug'bekning Zichxurog'ani asari, Alisher Navoiyning Hamsasi, Husayn Bayqoraning Devon Husayni asari, Boburiylar davri miniatyuralari, Ibn Sinoning tib qonunlari va boshqa ko'plab noyob qo'lyozmalar Yevropadagi eng katta va qadimiy kutubxonalardan bo'lmish Badlian kutubxonasida saqlanadi. So this is Farhod Shirin. Farhod Shirin. Ulug'bek's hands have touched this manuscript. So you touched right now. I'll touch it. Yeah. To'qishgan yil Zulhijja oyining avvalida Mansur Baxshi. Bravo. Look at this. Yaqin vaqtda bu asarlarni O'zbekistonda ham ko'rish imkoni bo'ladi. Islom sivilizatsiyasi markazi bilan hamkorlikda maxsus ko'rgazma tashkil etish masalasi ko'rib chiqiladi. We have to organize something with the Center of Islamic Arts in Uzbekistan. So maybe we can organize some exhibition as well. Absolutely. I want those big people to see and to understand what is their heritage. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum degan so'zlar qadimiy devorlar ichida juda go'zal yangradi. Minbardan aytilgan gaplar esa yurakkacha yetib borar edi. Madaniyatlar muloqotining ahamiyati, do'stlik va bilim haqida edi ular.
I truly believe that this discipline will not Ushbu be just an dastur shunchaki academic akademik discipline. dastur It will emas, become a balki bridge. sharq va g'arb, o'tmish va kelajak, O'zbekiston va dunyo o'rtasida ko'prik bo'lishiga chin dildan ishonaman. Uzbekistan and the world. Thank you. Dunyo ham o'z e'tirofi bilan minbarga shoshmoqda. Universitetdan prezidentimiz rahbarligida O'zbekistonda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va imkoniyatlarini kengaytirish borasida erishilgan yutuqlarning e'tirofi sifatida mukofot qabul qilganimdan xursandman, dedi keyinchalik Mirziyoyeva. O'sha kuni juda ko'p suratlar olindi esdalikka. Hamma bu yorqin lahzalarni o'zida saqlab qolishni istadi. Uzoq yo'ldan keyin endi ishonch bilan aytsa bo'ladi. Bu faqat boshlanishi. Xudo mening nurim. Oksfordning bu shiorini muhabbatga ham atasa haqli. Bilimga bo'lgan muhabbatga. Sag'apo. Nyaqara. Yaxshi bo'ldi. Grek va fransuz qonli poliglot Nikolas men faqatgina 6 ta tilni bilaman deb kamtarlik qiladi. Darslar boshlanganidan xursand. Dasturga ko'ra, kelasi yili Oksford talabalari O'zbekistonga ham borishlari rejalashtirilgan. Bu yoz 1 oy yoki 2 oyga Nikolas Kantovas o'qitgan talabalar bizni universitetga yozgi maktabga kelishadi. Ya'ni ular amaliyot bo'ladi. Til sohibidan ma'lumotlar olishadi va har xil bir bizni tarixga, etnografiya, san'atga aloqador juda ma'ruzalar bo'ladi. Ular bilan Samarqand, Buxoro, Xivaga birgalikda borish mumkin. Ya'ni 1 oy 2 oy davomida u yerda olingan bilim bu yerda mustahkamlanadi. Bu loyiha doirasida biz Oksford universitetining professor va tadqiqotchilari va O'zbek tili va adabiyoti universitetini birlashtirib, aynan shu sohada ham o'zbek olimlarimiz Oksfordga kelib dars o'tishlariga imkoniyat, ham Oksford tadqiqotchilari o'zining kutubxonalarida bo'lgan manuskriptlardan foydalangan holda eski o'zbek tili, Chig'atoy tilini o'rganib, aynan shu tarixiy bo'lgan manbalarni ko'proq chuqurroq tadqiq etishga, ularni yoritishga, ular bo'yicha alohida tadqiqotlar amalga oshirishga xizmat qiladi. Bu nafaqat o'zbek tilini o'rgatish bo'ladi, balki O'zbekistondagi rivojlanishni ham bir namunasini ko'rsatib beradigan dastur bo'ladi. Oksford ham o'zi uchun sharafli biladi. Bu xazinani dunyoga ko'rsatish. Albatta, Oksford uchun ham sharaf bu. Bo'lib ham Oksforddagi o'sha yaqin sharq, markaziy Osiyo tadqiqotlarini yana bir yangi bosqichga olib chiqadigan katta imkoniyat. Muhim va shu bilan birga ramziy faktni eslatmoqchiman. Yevropadagi ilk bosma uskunasida 15-asrda Injildan keyin ikkinchi bo'lib nashr etilgan asar Ibn Sinoning tib qonunlari bo'lgan. O'sha davr buyuk renessans boshlanishini belgilagan davr edi. Saida Davletova, Shavkat Qodirov, Rasul Yuldashev, Oksford.